Kamazimiz ham почти tayyor bo'libdi. Karchilarni ham tashlab ichlarga chegras qilish kerak buni. Oppoq. Mastika qilamiz bog'larni hammasini. Tagidan, ichidan hali chiroylab mastika qilib qo'ysak, keyin kraska qilamiz sirazi. Ham mastika, ham kraska. Oq qilamizda endi buni hammasini oppoq. Masalan, egalarga oq deydilar, oq bo'lsa oqda. Shunaqa. Hammasimizni ham mana taglarini mastikani qilib, taglarini chiroylab mana kraskani qorda oppoq qilib ko'kdan oqqani narxanda polni ham yoq. Ichlargacha shunaqa qilamiz endi. Ichlarni o'zicha sepmadim. Chunki ichlarni biroq ustini sepganimda o'shani ichlarni sepib ketaman. Mastikani turibdi shundoq. Shunaqa gaplar. Kabinamiz ham xudo hozir kraska tayyor bo'ldi. Promo kraska uramiz, buni to'pga qilib o'tirmaymiz. Qalin qilib 3 kilo kraska urib qo'yamiz. Xudo xolisi zo'r bo'ladi. Mana qoraga keyin o'zlari egalari chiroylab o'xshataylarlar. Hamma yoqni xudo xolisi oppoq qilib chiqamiz biz. Shunaqa gaplar. Mana qadrdon va nihoyat xudo xolisi kraskani qilib qo'ydik buni. Chiki qilib zo'rlab. Endi ukamız egalari chiroylab buni yeb olsalar, ishinglarni olib kelsalar, ishinglarni sepamiz. Xudo xolisi chiroyli. Ishinglarni olib kelsalar, ishinglarni sepib beramiz. Yaltirash bor. Yaxshi toza kraska sepdim, ozon tufta kraska emas. Asosiysi ichlarni shumka yopishtirib chiroylab zo'r ketadi. Mana shunaqa gaplar. Ularni shunaqa mo'shna qilsa ham bo'lar. Bu vodovozika. Suv to'shiydigan mo'shnalik. Shunaqa. Mana ham ishni boshladim, zilli ham. Suvarga qildirib kelishibdi. Endi ko'p qiynalmagan o'g'il ko'tarib deb boshqa yoqda suvarga qildirishibdi. Qara, suvarga qilganda shuni mashina kesib berishsa nima bo'ladi? Shuni chaqlagan qarangida. Mana qarangni qanchalik balandlikda qilib qo'ygan. Axir chiroylab shuni keltirib, joyiga tushirib qilsa-da. Qarangni, pul berishgan shuni ham qilgan ishiga axir. Bundaqa bo'lmaydi. Misol mana pajaqni qo'yib ketibdi. Shuni chiqazib qo'ymaydim. Hayron qolib ketasiz-da. Ular kraska qilmaydi, ularga farqi yo'q. Suvarga qilishgan ham mana shuni kelishgan joyini suvarga qilib qo'yaverganda, mana sal mana qofiyasini keltirib qo'ygan. Axir ham shunday qilib qofiyasini keltirib, bag'ini ham mana shuni qo'yib ketgan. Buni ham kesib tashlab boshqa chiroyli lis qo'yib qo'ymaydim. Qarab buni qo'ytiradi, qo'yadi-da. Farqi yo'q-da. Bunaqa bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? Chiroylab. Axir kraskachilar ham qiynalmaydi qilib qilish kerak deb o'ylayman-da. Endi o'zing qilmasangda shunaqa bo'lar ekan-da. Shuning uchun o'zing suvarka, o'zing kraskasini, o'zing qotirish yig'ishlarni qilsang baribir ish chiroyli, unumli chiqaverar ekan. Kuzatib boring qadrdonlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana mashinamiz ham katta mashina ham kraska qilishga tezda o'rdi bag'ini. Egalari keluvdilar, tezda berib qo'yadilar. O'shani harakatdamiz. Qirilgan joyni qiritdiman, qirilmagan joyni ishqalab siporini bo'ldi. Katta mashina shunaqa qilinar ekan, egalari shuni adaylar. Bo'pti, mayli o'qiydi. Men endi yengil mashina singani chiroylab qilaman desam, egalari ayyo bu senga yengil mashinami uka. Davay dedilar. Xo'p dedim endi. Nima deysiz endi? Egasining buyrug'iga qarabda. Aytdim chiroylab qilish kerak desam, shart emas dedi, endi baribir harakat qilamiz chiroylab qilib berishga. Lekin ancha joydan ishlab qo'ydim. Shunchalik qilib ishlasammi deydi egasi kelib. Shat ish qilib sip o'rmaysanmi deydi.
Shunga harakatdamiz qadrdonlar, kuzatib bo'linglar. Bog' tezlab ketdi qadrdonlar, aytganda tezlatmasa bo'lmaydigan bo'lib. Shunga gruntовкani qildim endi. Yarim soatdan keyin ishqalab kraska sepamiz inshaalloh. Va nihoyat mana kraskasini ham sep bo'ldi, mana shu turganinglar. Avvalo o'ltir. Chiroylab. Ha, kraska sepishni olaman dedim, to'g'risi xayolimdan ko'tarilib qoldi. Kecha internetda bir kishi yozibdi, shu rasmga kraska qilib qo'ygan videoga olmaysizlar. Mutlaqo hozir ismdan chiqmasa, klassifikalarni ham videoga olamiz deb qo'yishgan. Yaltirashlar bor, boshqasi bor. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Mana uni video ko'rish vaqt xayolimdan ko'tarilib qoldi. Ana Telegramda ham kanal ochganman, aytdim-ku. O'shanni lekin nima Telegramga kanalga video yuklab, video tashlab, mana internetga video olish xayolim esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Mana do'q bo'lsa, KAMAZ ham sip bo'ldi, mana chiroylar. Uni sipdim. Yani 06'nın kapotini ham sip qo'ydimki. 06'nın kapoti ham sipilib qoldi. 06'da tayyor bilan shuni sip qo'yganman-da, 4 eshik oldi kapot bo'ldi, xudo xolasa. Endi harakat qilib, qolgan yog'larni 06'ni tanlab olsam, xudo xolasa ko'zni ko'rsatamiz. Shunaqa gaplar, shunaqa qilib ishlab turibmiz, ishlab bo'lib turibdi qadrdonlar. Mana KAMAZimizniki, mana 06'niki. Shunaqa. Qadrdonlar, KAMAZimizni mana sipdim mana. Chiroylab sip qo'ydim. Xudo xolasa endi egalari ketib o'rnatib olaveradilar. Ana birovlar 06'ni ham sip qo'ydim, oq 06'ni ham, kapotini. Bilan chiroylab sip qo'ydim. Yaltirashlari bor, xudo xolasa, yaxshi. Ko'p turgan zo'r. Shunaqa gaplar, ishlar bo'lib turibdi qadrdonlar. Ish qaynayapti. Hammaga yetkazib berishga harakat qilib turibman, xudo xolasa. O qadrdonlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oxirgi video mana oldi kapotini olib kelgandim, o'zim tashlab qo'yaman deb. Yoki bag'ini ham bir qotirmadim, yana video olib oldim. Juda chiroyli. Gap yo'q, shunchalik yig'ib olishibdi. Ya'ni yig'ib tugatishmabdi. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Har saparatga ham hech mo'shdan farqi yo'q-ku, qanaqa bo'lsa ham remont qilib beramiz. Sog' salomat bo'ling qadrdonlar.